O'sha VR ochkidagi tasvirlarni tomosha qilish uchun kim bilan keling? Ota-onam bilan kelingmi yo farzandlarimni olib kelingmi? Islom aka, ota-onangizni olib keling. Ularni qanchadan beri qilib yurgan orzusi bordir. Yoki siz orzu qilgandirsiz, Makka, Madinaga olib borish. Olib bora olmaganlar bor ichimizda. Olib borganlar bor, lekin qayta yubora olmaydi. Ularning sog'lig'i ko'tarmaydi. Imkon topa olmaydi, puli bor. Boshqa joyga olib boryapti, chorvaga olib boryapti, lekin Makka, Madinaga qayta olib bora olmayapti. Armon bo'lib qolgan. Bu imkoni bor. Mana shu virtual ochkini taqar ekanlar, o'sha davrda haqiqatan yashaydi. Tushadi shuni ichiga. Albatta buni ko'rsatgandan keyin ota-onasi u insonni peshonasidan o'padi-da. Duo qiladi bolam. Orzu qilib yurgandim qanchadan beri. Shu Makkaga borishni, Madinaga borishni. Eng go'zal jihat shuki, Makka Mukarramada Ka'ba muazzamani ichiga olib kiradi. Hammasini tushuntirib. Madina Munawvarada muborak hujrani ichiga olib kiradi va 3 inson Rasulullohni, Abu Bakr Siddiqni, Umar radhiyallohu anhularning tepasida turish imkoniyatini beradi. Mana shu yer.